Yaxshi biladi. Bizning servisda kibersportga juda ham yaxshi qaradi. Juda ham yaxshi ko'ramiz kibersportni. Ayniqsa, men o'zim shu FIFA o'yinini yomon kasallardanman desa ham bo'ladi. Mana shu necha marta odamlarga aytdim, tonirovka qilib beraman kelib, bizani yutinglar, shunday hech narsa kerak emas. Faqat yutib qo'ysanglar bo'ldi. Meni o'zimmi yoki o'rtog'im bilan o'ynaymiz, kimi farqi yo'q deb. Kelishdi ham, lekin yutish olmadi. Mayli, kelib qolishadi, yutadigan ham chiqib qolar. Xullas, gap boshqa narsada. Bu yoqda mana game pointda yaqinlarimizni hamnaqa bizga invite berishdi. Hamnaqa podarka berishdi. Xullas, hamnaqa formasi bor ekan. Bu kibersportivniy komanda CS:GO dan menimcha qanaqadir komanda bu nomini bilmayman. Xullas, hamnaqa futbolkasi bor, finkasi. Keyin mana Mamitda обычный такой кружка. И mashina ma'nosini расшифровка qilib beradiganlar bormi? Qilsa 100 ming so'm tashab yuboraman. Men lekin topa olmadim buni расшифровкasini nimaligini. 100 ming so'm kartasiga tashab yuboraman. Gap shuni bizani kelib yutganga tonirovka